Assalomu alaykum. Hurmatli hamkasblar. Bugun 22 oktyabr aka. Yeni 22 noyabr mana. Sezon tugatdi, xudo xolasa sekin arilar yopyapmiz. Sizlarga ham bir nimalarni aytib beradigan joyim, yangiliklardan bir aytib beradigan joyim edi. Nimadan o'tgani bu? İspitaniyadan o'tgan. Sizlar ham baham ko'ryapman. Mabodo yordam tegib qolsa biz xursand bo'lamiz. Sekin hozir yashillar yo'q bo'ldigi bitta oxirgi nimasiga live hack sizlarga. Shuni bir baham ko'raydigan joyimiz. Mana aka, siz shunday ashta ko'rsatib tursiz bo'ldi. Men qilyapti ishlarni ko'rsatib tursiz bo'ldi. Mana shunday ishlasam, ochyapmiz. Endi arilar hozir garang bo'lgan payti. Unchalik nima yo'q. Baribir arri. Tush. Hozir har bitta arri nimalik hisob kitoblik, o'shaning hisobiga. Mana hammasi gandiraydigan payti. Xo'p, karmushkani olib tashlaymiz. Og'aynilar, do'stlar, birodarlar. Endi bitta nimamiz. Mana gazeta. Mana bir qavat gazeta bilan qo'l ustidagi teydan bu. Yopiladi mana. Qo'l ustidagi teydan yopib turib, mustahkamlab turib. Endi gazetani nimaga yopamiz deganlar uchun informatsiya. Gazeta bu nimadagi влажность deydi ruschasiga. Namgarchilikni regirovka qilib turish uchun yopiladi bu narsani. Namgarchilik ko'payib ketgan paytda gazeta o'ziga namni tortib oladi. Keyin namgarchilik kamayib ketgan paytda o'sha namni yana qaytarib oilaning o'ziga beradi mana gazeta. O'shaning uchun qo'yiladi. Hozir bizda bitta yangilik borki, bu endi nimadan ispitaniyadan o'tganligi uchun sizlarga men nima qilyapman, taklif qilyapman buni. Kichkinalik qilsa kerak, betiga qo'yib yuboraman mana. Betiga. Kesib turib betiga qo'yib yuboramiz. Mana bu pinaplas oddiy. Florin joyidagi. Mana bu pinaplas oddiy. Pinaplas ko'rsatsizmi mana? Mana shu pinaplasni tepasiga qo'yamiz, keyin yonboshiga qo'yamiz. Bu mabodo isib ketsa, sal nimani salqinlab turadi qishga. Sovib ketsa issiqlatib turadi bu. Regirovka qilib turadi. O'shani hisobiga shu pinoplastni nimadan o'tkazdik? Kostyumasini yaxshi nimadan ispitaniyadan o'tgandi. Mabodo sizlarga shuni naf tegib bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. O'shanga hozir sizlarga bitta live hack qilib nima qilib beradigan joy. Shuni ispitaniyadan o'tkazib ko'rasizlar. Hammalaringga e'tiborlaring uchun rahmat. Yana sezonda ko'rishguncha. Bahorda. Sog'lik, salomatlik, hammalaringga sihat, salomatlik, xotirjamlik.